Qarang, shunaqa sinfdoshlar bormi sizlarda ham? Do'stimizni Hindistonga operatsiyaga borishimiz kerak. Sinfdoshimizga deganda o'zi bir g'alati narsani his qildim jigarlar. Qanaqa oqibatli sinfdoshlar bor. Shu videoni maksimalni tarqatib bering, tanishlarga, jigarlarga, yaqinlarga imkoningiz boricha qo'llab-quvvatlab beringlar jigarlar. Yaxshilik, ehsonni mukofoti ehson degan jigarlar. Akajon nima bo'lgan aka? Sinfdoshimiz Hayitov Zoirjon do'stimiz 90-yilda tug'ilgan. Parkinson kasali bilan og'rib qolgan. Hozirda bitta joyda yotibdi endi. Do'stimizni shu Hindistonga operatsiyaga olib borishimiz kerak. Operatsiyaga endi 45 ming AQSh dollari kerak bo'ladi. O'zbekiston tumani Beshkapa qishlog'idamiz biz. Endi buncha summa ko'p-da endi. O'shanga sinfdoshlar hammamiz yig'ilib, shu bozorlarda, mol bozorida, dehqon bozor, chorva bozor, mashina bozorlarda, xullas tumanimizdagi, viloyatimizdagi hamma bozorlarga borib, do'stimizni operatsiyasi uchun harakat qilyapmiz. Imkon qadar shu ehsonni yig'ishga. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Kichkina Beshkapa qishlog'idan. Bemorimiz Hayitov Zoirjon 1990-yilda tug'ilgan. Alloh razı bo'lsin. Yaxshilar, yaxshilik qilishdan to'xtamaymiz. Mana shu yetilgan mablag'ni bundan-da ko'proq qilib topishligini Alloh o'zining xotir qilgan. Alloh. Rahmat.